Shomurodov yangi murabbiy haqida nimalar dedi? 2026-yilgi Jahon chempionatiga chiqqan O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'p urari Eldor Shomurodov uchun kelasi mavsum juda muhim ahamiyat kasb etadi. Tez orada 30 yoshni qarshilaydigan mohir hujumchimiz bir yildan AQSh, Kanada va Meksikaga mezbonlik qiladigan Jahon chempionatiga yuqori sport formasida yetib borishi kerak. Buning uchun ham yurtimiz o'z klubida bu mavsumning ikkinchi yarmida bo'lgani kabi muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi kerak. Agar Roma boshqaruvida Claudio Ranieri qolganda 73 yoshli mutaxassis navbatdagi chempionatda ham legionerimizga suyangan bo'lardi. Biroq Ranieri o'z aytganidek qildi, bosh murabbiylikni boshqasiga topshirdi. Endi bo'rilar yangi mavsumga Gianpiero Gasperini tayyorlaydi. Bu Romaning barcha futbolchilari qatori Eldor Shomurodov ham yangi murabbiylar shtabiga nimalarga qodirligini yana bir bor namoyish qilishiga to'g'ri kelishidan dalolat beradi. Italiya futbolini yoritayotgan nufuzli manbalar o'zbek futbolchisining jamoaga yangi murabbiy olib kelinganligiga munosabatini e'lon qildi. Eldor Shomurodov maydonda o'z ishini sidqidildan bajarishi orqali jamoada asosiy tarkibdan munosib joy oldi va rimlik muxlislarning hurmat va e'tiborini qozondi. Ayni paytda O'zbekiston milliy terma jamoasining sardori sifatida Jahon chempionatiga chiqqanini nishonlayotgan Shomurodov birinchi navbatda Romadagi kelajagi haqida o'ylayotgani bor gap. Shomurodov yangi bosh murabbiy Gasperini bilan ishlashdan nimalar kutayotgani haqida gapirdi. U jamoa boshqaruvining Claudio Ranieridan Gasperiniga o'tganidan xavotirda emasligini ta'kidladi. Zo'r, hamma uni taniydi. Gasperini Atlantani 0 dan ko'tarib, muntazam Yevropa Chempionlar Ligasida o'ynaydigan va hatto sovrinlar uchun kurashadigan jamoa darajasiga yetkazganini barcha yaxshi biladi, deydi Eldor Shomurodov. Shuningdek, o'zbekistonlik legioner Gasperini ish uslubi va murakkab mashg'ulotlar tizimini qabul qilishiga tayyorligini ham bildirdi. Og'ir mashg'ulotlar meni qo'rqita olmaydi. Men har qanday jismoniy yuklamlarga tayyorman, dedi Romaning tajribali hujumchisi. Eldor keyingi paytda har tomonlama o'zgarganini va o'ziga bo'lgan ishonchi ortganini aytadi. Buni o'zbek futbolchisi Roma uchun muvaffaqiyatli o'tgan chempionatda ham namoyish qildi. 14-raqam egasi muhim uchrashuvlarda kuchli va qat'iyatli xarakterini namoyish qildi. Jamoa manfaati uchun ishlash qobiliyati va har qanday sinovga tayyor ekanligini ko'rsatdi. Hozir o'zimni umuman boshqacha o'yinchi sifatida his qilyapman. Claudio Ranieri menga o'zimga bo'lgan kuchli ishonchimni qaytardi, deydi mavsum qahramonlaridan bo'lgan Eldor Shomurodov, deb yozmoqda Roma Forever portali eksperti Dinora. Eldor Shomurodov yakunlangan mavsumda Roma safida A Seriya, Italiya Kubogi va Yevropa Ligasida jami 37 ta uchrashuvda ishtirok etib, o'z hisobiga 7 ta gol va 5 ta assist rasmiylashtirib qo'ygan. Siz Eldorning bu fikrlariga qanday qaraysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Shunga o'xshash tezkor xabarlarni protsessda kuzatib boring.